We are back, baby. Siz orzularingizni amalga oshirish uchun urinishlar qilasiz. Ammo birinchi urinishning o'zidayoq barcha harakatlaringiz chilparchin bo'ladi. Kunlar ichida o'zingizni xuddi adashib qolgandek his qilasiz. Vaqtingizni na tartibi, na barakasi bor. Chalg'ish sizning hayotingizdagi vaqtinchalik holat emas. Chalg'ish bu hayot tarzingiz. Ertalab uyg'onib, darhol telefon ekraniga qaramagan kuningiz bormi? Muhimligini bir kunda yo'qotadigan yangiliklar, mantiqsiz qisqa videolar, begona bo'lgan odamlarning hayotini kuzatish va kuniga soatlab doimiy passiv shovqin ichida bo'lish. Bu ma'noli hayot yashash o'rniga o'z-o'ziga zulm qilgan raqamli qullar haqida. Tasavvur qiling, agar siz kino bosh qahramoni bo'lganingizda va sizning hayotingizni minglab odamlar kuzatganida, sizning hayotingiz tomoshabinlar kuzatishga arzirmidi? Har qanaqa kinoda bosh qahramonning kulrang hayot ketma-ketligiga qandaydir o'zgarish kirib keladi va uni hayoti tubdan o'zgaradi. Va aynan o'sha joy film ssenariysining asosiy qismi hisoblanadi. Sizda-chi, bunaqa holat sodir bo'ladimi? Yoki siz millionlab boshqa insonlar kabi tartibsiz raqamli iste'mol ichida cho'kib borasizmi? Nega aynan raqamli iste'mol haqida gapiryapman? Chunki bu bizning qahramonimiz hayotidagi eng kutilgan va eng asosiy o'zgarishlar o'rtasida turgan eng katta tahdid deb hisoblayman. Raqamli qullik bu millionlab odamlarning sifatli va ma'noli hayotiga to'g'ridan-to'g'ri tahdiddir. Inson kambag'al Afrika davlatida yashaydimi yoki boy g'arb davlatida yashaydimi farqi yo'q. Unga har doim nimadir yetishmaydi va u millionlab boshqa insonlar kabi u yetishmovchilikni to'ldirish niyatida mehnat bozoriga chiqadi. Natijada ular bir-biriga raqobat yaratishadi va mehnat bozori arzonlashadi. Ular asta-sekinlik bilan birlamchi ehtiyojlarini yopishni boshlaganida ishtaha vaqt o'tgan sari oshaveradi. Bu kalamushlar poygasi deb ataladi. O'rtacha oylik tirik qolish uchun yetadi, lekin yashash uchun emas. Bu normal narsa. Dunyoning eng rivojlangan davlatlarida ham, rivojlanmaganlarida ham xuddi shunaqa. Qayerdadir sal ko'proq, qayerdadir kamroq. Chunki kuchli raqobatli dunyoda barcha birdek yaxshi yashashi mumkin emas. Kalamushlar poygasida birinchi bo'lgan taqdiringda ham baribir kalamushsan degan gap bor. Menga bu gap juda ham yoqadi. Chunki odatiy qobiliyatlar bilan, odatiy natijalari bilan ommadan ajralish mumkin emas. Faqat o'tgan asr kalamushlari bilan hozirgilar o'rtasida katta farq bor. Birinchisi bu cheksiz ma'lumotlarga egalik qilish huquqi. Bu internet bizga bergan imkoniyat. Ikkinchisi esa bo'sh vaqt. Oldinlari odamlar qornini to'yg'azish uchun tun-u kun jismoniy mehnat bilan shug'ullanishgan. Hozir ularda bo'sh vaqt bor. Va biz bu ne'matlardan hayotimiz sifatini oshirish uchun to'g'ri foydalanishimiz kerak. Lekin eng achinarlisi, ko'pchilik buni xohlamaydi. Kalamush poygasida uzoq vaqt yashaganlar kalamushga aylanib qolmaydi deb o'ylaysizmi? Qo'lingizdagi ushbu yuqori texnologiya mahsulotini olib qo'ysam, qanaqa ahvolga tushib qolasiz? Men sizga aniq aytaman, sizda narkomanlar alomatlari paydo bo'lishni boshlaydi. Siz kuchli norozilik tuyg'usini his qilishni boshlaysiz. O'zingizni qo'ygani joy topa olmaysiz.
Chunki bu qurilma arzimagan barmoq harakatlari orqali sizni yengil dopamin bilan ta'minlab turadi. Siz bu orqali hayotingizdan zerikish tuyg'usini olib tashlagansiz. Va eng katta muammo ham aynan shunda. Biz zerikmay qo'yganmiz. Zerikish bo'lsa, inson tabiati uchun eng muhim hissiyotlardan biri. Chunki u bizni rivojlanishga majbur qiladi. Zerikkan inson o'zini nimadir bilan band qilishga harakat qiladi. Yoshligingizni eslang. Zerikib ketganingizdan siz albatta nimadir boshlar edingiz. Hech bo'lmaganda ko'chaga chiqib, qo'shni o'rtog'ingizni o'ynagani chaqirardingiz. Zerikish bizni harakat qilishga chorlaydi. Masalan, shunchaki tasavvur qiling. Siz 4 devor ichida qamaldingiz. Har kuni eshigingiz tagida ovqat paydo bo'ladi va qolgan birlamchi ehtiyojlaringizga ham sharoit bor. Xonada faqat bitta kravat va bitta stol bor. Stol ustida 3 ta qalin kitob bor va siz ushbu xonada 30 kun yashab berishingiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Siz 30 kun davomida nima bilan shug'ullanasiz? Albatta siz kitob o'qiysiz. Umrida bir dona kitob o'qimagan odam ham o'sha 30 kun ichida 3 ta kitobni butunlay tugatadi. Sababi juda ham oddiy. Miya chalg'ishi uchun kitob yagona va o'sha sharoitdagi eng qiziq tanlov. Va miyaga bu yoqadi va u sizni yanada ko'proq kitob o'qishga chorlaydi. Bu dopamin tizimi deb ataladi. Ammo haqiqiy hayotda siz 4 devor ichiga qamalmagansiz va sizda kitobdan ko'ra tezroq dopamin beradigan tanlovlaringiz ko'p. Inson tabiatini chuqurroq tushunishimiz uchun biz dopamin tizimi qanday ishlashini tushunishimiz kerak. Dopamin inson organizmi tirik qolishi uchun ishlaydigan gormon hisoblanadi. U bizni ma'lum bir harakatlar uchun yaxshi hissiyotlar bilan rag'batlantiradi. Masalan, inson tirik qolishi uchun ovqat yeyish kerak va bu harakatga miya bizni rohat gormoni, ya'ni dopamin bilan ta'minlaydi. Shu sababdan biz ovqat yeganimizdan keyin o'zimizni yaxshi his qilamiz. Bu ayniqsa ro'zada bilinadi. Jismoniy ochlik va qo'shimchasiga bizda dopamin ochligi bo'lganligi uchun biz qornimiz to'ygandan keyin ham ovqat yeymiz. Aynan shu uchun siz hech qachon ovqat yeyish uchun motivatsiya izlamaysiz. Itni bir narsaga o'rgatish uchun u bizga kerak bo'ladigan harakatlarni qilgandan keyin biz uni rag'batlantiramiz. Bu harakat hayvon miyasida dopamin ishlab chiqaradi va u bu formulani yodlab oladi. Egasi o'tir deganda u o'tirsa, u ovqat, rohat oladi. Ya'ni miyasi dopamin ishlab chiqaradi. Va ma'lum bir vaqtdan keyin u bu buyruqni bajargandan keyin ovqat olmasa ham uni miyasi bu buyruqlarga dopamin ishlab chiqarishda davom etadi. Va natijada bizda o'rgatilgan hayvon bor. Biz hayvon emasmiz deyishingiz mumkin. Lekin dopamin rag'batlantirish tizimi aynan bu misolda bizniki bilan bir xil ishlaydi. Masalan, qisqa videolar. Nima uchun hozirgi kunda har ikkinchi odam ularga kasal? Sababi o'sha. Qisqa videolar bizda har xil hissiyotlar uyg'otadi. Biz arzimagan barmoq harakatlari orqali juda og'ir darajadagi yengil dopamin qabul qilamiz. Va uning ustiga qisqa videolar 15 sekund, nari borsa 1 daqiqa davom etadi. Ya'ni biz dopaminni juda tez olish imkoniyatiga egamiz va oqibatda biz to'xtay olmaymiz. Shunaqa darajagacha yetib kelamizki, bu sizga zarar yetkazib turganini bilib turib ham davom etaverasiz. Bu odamiy narsa emas. Bizni to'g'ridan-to'g'ri hayvonlar kabi o'rgatishyapti. TikTokning muvaffaqiyati ham aynan shunda. U sizga uzoq va foydali ilmiy ma'ruza ko'rsatmaydi. Chunki yengil dopamin kasallariga miyani bir burchagida qolib ketadigan musiqa ustida o'yinga tushadigan raqqos kerak. Kulgu kerak, negativ kerak. Lekin bir mavzuni chuqur o'rgatadigan kontent kerak emas. Chunki bu zerikarli. Ijtimoiy tarmoqlarga esa siz ularni platformasida ko'proq vaqt o'tkazishingiz kerak. Chunki qancha ko'p vaqt o'tkazsangiz, shuncha ko'p reklama ko'rasiz. Bu esa ijtimoiy tarmoq uchun asosiy daromad hisoblanadi. Aynan shu uchun TikTok qisqa video formatini Instagram ham, hattoki YouTube ham o'g'irlagan. Lekin shu o'rinda sizda dopamin zarar degan tushuncha shakllanmasligi kerak. Dopamin inson rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan asosiy turtkilardan bittasi va hayotingizdagi har qanday yutuq ushbu gormon bilan bog'liq. Va shu yerda biz juda ham muhim bo'lgan bir nuqtaga kelamiz. Aynan shu so'zlarni shakardan 30 kunga voz kechish degan videoda ham aytib o'tganman. Miya virtual va haqiqiy yutuqlarni farqlay olmaydi. Masalan, kompyuter o'yinlar misolini olaylik. Odam o'yindagi raqobatda yutib turganida, u o'zini yengilmas insondek his qilishni boshlaydi. Uni hissiyotlar bosadi va uni miyasi mana va nihoyat biz hayotda nimadirga erishyapmiz deb o'ylaydi. Aslida esa virtual dunyodan chalg'ish tugaganidan keyin u insonni haqiqiy hayot kutib turgan bo'ladi. Va haqiqiy hayot endi juda ham qiyin tuyuladi. Chunki hayotda noaniqliklar ko'p. Hech qanday kafolat yo'q. O'yin qoidalari ham tushunarsiz. Inson miyasi esa noaniqliklarda xavf ko'radi va u unga yoqimli va tushunarli bo'lgan dunyoga qaytgisi keladi. Virtual dunyoga. Chunki u yerda u o'zini yaxshi his qiladi.
qisqa videolar ko'rib turganda hissiyotlar uni yengil dopamin bilan ta'minlaydi. O'yin o'ynaganida u o'zini raqobat bardosh deb o'ylaydi. Hayotiga umuman aloqasi yo'q bo'lgan yangiliklarni o'qib turganida esa kerakli ma'lumotlar o'qiyapman, dunyo bilan hamnafasman, jamiyat meni qabul qilyapti deb o'ylaydi. Bularning hammasi yengil dopamin. Murakkab dopamin esa bu haqiqiy hayotda yutuqlarga erishish, zalga chiqib tosh ko'tarish, bilim olish, bir ishni boshlab uni muvaffaqiyatli tugatish. Ya'ni murakkab dopaminga erishish uchun haqiqiy mehnat kerak. Va men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng muhim xabar ham shunda. Yengil dopaminga o'rgangan odam hech qachon murakkab dopamin uchun kurashmaydi. U haqiqiy hayotda boshqa raqobat qila olmaydi. U kasbiy nogiron. Unda diqqat bilan bir ishni qilish qobiliyati yo'q endi. Shu sababdan u bir ishni qilmoqchi bo'lganida erinchoqlikni his qiladi. Bir ishga o'tirganida uni bor vujudi isyon ko'taradi. Va oqibatda biz o'zimizda tarbiyalangan kuchsizlikni yaratamiz. Har qanday tushunarsiz holatda bizga kerak bo'lmagan raqamli mahsulotlarni iste'mol qilamiz. Kimnidir kutib turganimizda o'zimizni telefon bilan chalg'itamiz. Hayotda sal qiyinroq muammoga uchrasak, haqiqatdan qochishimiz uchun kino va seriallarga yuzlashamiz. Har qanday inson hayoti teng bo'lgan taqdirda ham ular iqtisodiy teng emas. Jamiyatda muhim iqtisodiy birlikka aylanish uchun odam qadr-qimmatga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish kerak. Va mahsulot deganda men jismoniy mahsulot emas, birinchi o'rinda aqliy mehnat haqida gapiryapman. Inson samaradorligi jamiyatda paydo bo'lib turgan talablarga taklif bera olish kerak. Shundagina u iqtisodiy muvaffaqiyatga erishadi. Va bu uchun sizga diqqatni ushlash qobiliyati kerak bo'ladi. Sizda bu narsa yo'qmi? Demak, taqdiringiz ham oddiylikda. Siz na bir ishda, na bir shaxsiy o'sishda millionlab boshqa insonlardan ajralib tura olasiz. Hozirgi dunyoda diqqatni ushlash bu super kuch. Lekin biz qanday qilib bu ahvolga kelib qoldik? Bir tadqiqotga qaraganda, o'rtacha odam kuniga 3 soat 15 minut telefon ekraniga qarab o'tkazar ekan. Agar siz aytaylik 18 yoshingizdan 65 yoshingizgacha kuniga 3 soat 15 minut telefonda o'tkazgan bo'lsangiz, unda siz 6 yil vaqtingizni telefon ekraniga qarab o'tkazgansiz. Va bu o'rta me'yoriy statistika. Aslida ahvol bundan ham og'ir. Masalan, Telegram kanalida qilgan tadqiqotimga ko'ra 75% odam ijtimoiy tarmoqlarda 4 va 8 soat o'rtasida vaqt o'tkazar ekan. Endi bunga insonning o'rtacha 6 va 7 soatlik uyqu ehtiyojini qo'shaylik. Natijada biz kunini yarmini jismoniy uyquda va qolgan yarmini raqamli iste'mol uyqusida o'tkazadigan avlodni ko'ramiz. Biz raqamli iste'mol dunyosida yashayapmiz. Vaqtni behuda ketkazish biz uchun odat emas. Bu to'laqonli madaniyat. Raqamli iste'mol madaniyati. Tasavvur qilib ko'ring. Insoniyat tarixiga kamida 300 ming yil bo'lgan bo'lsa va siz o'rtacha 75 yil yashagan taqdiringizda ham sizning umringiz davomiyligi insoniyat tarixiga taqqoslaganda 0.1% ni ham tashkil qilmaydi. Siz tarix miqyosida hech kimsiz. U yerda sizning ismingiz ham bo'lmaydi. Minglab hissiyotlaringiz, baxtli kunlaringiz va kechalari sizni uxlatmagan muammolaringiz tarix miqyosida hech narsa emas. Siz bugun ko'chada ko'rgan barcha odamlar, tanishlaringiz, oila a'zolaringiz va hozir ekraningiz ro'parasida turganman, qanaqadir 70-100 yildan keyin yerni tagida yotgan bo'lamiz. Bu dahshatli narsa emas, bu oddiy haqiqat. Boylik kafolatlanmagan, kambag'allik ham, hurmat, e'tibor, hech qaysi narsa kafolatlanmagan. Hayotda kafolatlar yo'q, bir narsadan tashqari. O'lim bizga kafolatlangan yagona narsa. Bugun buvingiz, keyin ota-onangiz, keyin siz, keyin esa bolalaringiz. Bu sog'lom tabiat almashinuvi. Lekin inson o'limdan shunchalik qo'rqadiki, u haqida o'ylagisi kelmaydi. Va oqibatda insonda abadiy yashash hissi paydo bo'ladi. Va bu to'g'ridan-to'g'ri hayotimiz sifatini buzib yuboradi. Tasavvur qiling. Agar men sizda bu dunyoda yashash uchun 3 kun vaqtingiz bor deganimda, nimalar bilan aniq shug'ullanmasdingiz? Kuniga 3 soatlab Instagramda videolar ko'rarmidingiz? Yangiliklarchi? Sizga qiziq bo'larmidi? Kimdir sizni haqingizda nimadir gapirganicha? Agarda sog'lom inson bo'lsangiz, albatta yo'q. Bu aslida muhim savol. Chunki hayotda nima bilan shug'ullanishni xohlashingizni bilishdan ko'ra, nimani aniq xohlamasligingiz muhimroq. Umr tugab turganini tushunib yetgan odam umuman boshqacha hayot kechiradi. Hayot siz o'ylaganingizdan qisqaroq. Buni 1000 marta eshitganman deyishingiz mumkin, lekin buni his qilish boshqa narsa. Buni his qilgan odam umuman hayotidagi har qanday ikkilamchi axlatni olib tashlaydi. Tasavvur qiling. Ertaga ertalab dunyoni boshqa bir chekkasiga uchib ketyapsiz va uyingizga hech qachon qaytib kelmaysiz. Uyingizdagi ishlarni bitirib olish uchun shoshib qolasiz. Hayotda ham shoshib yashaylik, chunki ertaga biz aniq ketamiz. Jismoniy shoshib yashaylik, ulgurmasligi mumkin degan qo'rquv bilan yashaylik. Eng qiziq joyida tugaydi. Yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar. Buni anglashimiz kerak.
Chunki abadiy deb o'ylagan narsani qadri bo'lmaydi va hech qachon bo'lmagan. Bu insonning zaif sifatlaridan biri. Inson o'lganidan keyin uni hayot daftari bir chiziq bilan belgilanadi. Ikkita 4 xonali raqam va uni o'rtasidagi chiziq. Mana shu kichik chiziq bu qachondir issiqjon bo'lgan qalbning butun hayoti. Cheksiz qorong'ilik ichida uchayotgan dumaloq tosh ustidagi bir jonzotsiz. 100 minglab insonlar bugun qulaylikda yashashimiz uchun umrini qurbon qilgan. Shunga loyiq bo'lib yashaylik. Inson erinchoq tabiatli bo'lishiga ishonmayman. Bizning miyamiz tejamkor rejimda yashaydi. U o'ziga qiziq bo'lgan va qilishga majbur bo'lgan narsani topganidayoq ishlash rejimiga o'tadi. Sizning vazifangiz bu narsani unga topib berish. Bu uchun siz uni zerikish holatiga olib kelishingiz kerak. Chunki faqat zerikkan holatingizda siz o'zingizni kashf qilasiz. O'zingizni shunaqangi darajada zeriktirishingiz kerakki, sizga hattoki eng yoqimsiz ish ham qiziq tuyulishni boshlashi kerak. Sizni chalg'ituvchi narsalar bu diqqatingiz o'g'rilari. Ular bilan hech qanday muzokaralar olib bormaslik kerak. Ijtimoiy tarmoqlar qattiq nazorat ostida bo'lishi kerak. Agarda sizning ishingiz ular bilan bog'liq bo'lmasa, ularga qattiq chegaralar qo'yishingiz kerak. Hozirgi barcha telefonlarda bu funksiya bor. Muammoni darajasini tushunish uchun ijtimoiy tarmoqlarni bir necha kunga o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. Qanchadan qancha orzu va niyatlar shunchaki ijtimoiy tarmoq bosimida paydo bo'lganligini tushunib, siz hayron qolasiz. Ular aslida sizniki emas. Ular sizga majburan o'tkazilgan yuk. Hattoki atrofdagilar ularga hasad qilishi uchun cho'ntagi aslida ko'tara olmaydigan xaridlar qilishga tayyor. Bu ularning hayotini buzib tashlagan taqdirda ham muqova chiroyli bo'lishi uchun ular qurbonlikka tayyor. Telegramdagi shovqin, har qanday yangiliklar kanallaridan chiqib keting. Yangiliklar muhimdek ko'rinadi, ammo haqiqatdan ham muhim bo'lgan yangiliklarni siz atrofdagilardan albatta eshitasiz. Hayotingizni kerak bo'lmagan ma'lumotlar bilan to'ldirganingiz sari ma'lumotlarni filtr qilish jarayoni qiyinlashib boraveradi. Bir viloyatda avtohalokat bo'lganligini bilish sizda shunchaki stress uyg'otadi, boshqa narsa emas. Uzun seriallar ma'noli hikoyani yetkazish uchun emas, sizni vaqtingizni olish uchun olinadi. Hayotingizdagi qahramon bitta va u sizsiz. Va u sizning diqqatingizga turk aktyoridan ko'ra ko'proq muhtoj. Men sizlar bilan bir videoni bo'lishmoqchiman. Bu video menda juda ham chuqur hissiyotlar uyg'otdi va hayotda haqiqatdan ham muhim bo'lgan narsalar haqida yana bir bor o'ylashga majbur qildi. Ravil, agar ko'zing ko'rganda birinchi bo'lib nimani ko'rishni istagan bo'larding yoki kimni ko'rishni istagan bo'larding? Oya. Quyoshni. Osmonni. Ko'zim ko'rganda birinchi shu bir hech bo'lmasa bir daraxtlarni, barglarni bir ko'rgan bo'lar, istagan bo'lar, chunki bu tabiat juda chiroyli. Xudo shunday chiroy bilan yaratgan, buni endi asli qo'yaverasiz. Birinchi bo'libmi? O'zimni. E'tibor bering. Ularning hech qaysisi Parijdagi Eyfel minorasini ko'rgim keladi yoki chiroyli uy ko'rgim keladi demadi. Bu insonlarda men bilan sizda bor ne'mat yo'q, lekin ularda men bilan sizda yo'q xislat bor. Bu hayotni kerak emas po'stlog'idan ajratish. Biz shunchaki yashab ketish uchun yaratilmaganmiz. Biz bu dunyoni boricha, uni yaxshi va yomon taraflarini kashf etish uchun va uni har bir kunida buyuk ma'no izlagani kelganmiz. Bu tana shunchaki o'tirish uchun yaratilmagan. Teringiz quyoshning issig'ini sezishni xohlaydi. Ko'zlaringiz daraxtlarni ko'rishni xohlaydi. Qulog'ingiz esa BMW motorining ovozidan emas, yomg'irning ovozidan lazzat topadi. Biz dunyoni bizga marketologlar taqdim etganida emas, bu dunyoning arxitektori Robbimiz taqdim etganda yashashimiz kerak. Uni toza, sof asl mohiyati bilan. Bugun uyg'onmasangiz ham uyg'onish aniq keladi. Lekin u uyg'onish juda ham og'ir bo'ladi. Hayotingizdagi har qanday ikkilamchi, sizga bayramona kayfiyat beradigan, vaqtingizni barakasini qochiradigan barcha narsalar tugaydi. Siz haqiqiy hayotdan yillar davomida qochishingiz mumkin, lekin aniq bir kun qochish mumkin bo'lmagan kun keladi. Va shunda siz tugayotgan hayotda qochish bu pastkashlik bo'lganligini anglab yetasiz. Agarda bu videodagi g'oyalar, fikrlar sizga yaqin bo'lsa, demak siz bilan hali gaplashadigan mavzularimiz ko'p. Bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Biz u yerda bir hamjamiyatdek rivojlanamiz. Chunki bir maqsad atrofida yig'ilganlar aql bovar qilmas kuchga ega. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmat bilan Abdusattor Abdurahimov.